Salom do'stlar. Sizlarni Animus kanalida ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, bugun sizlarga men Titanlar hujumi animesining 4-mavsum 2-qismini, ya'ni finalniy qismini taqdim etmoqchiman. Agarda siz birinchi qismni ko'rmagan bo'lsangiz, u holda sizga avval birinchi qismni ko'rishingizni tavsiya qilaman. Chunki ozgina tushunmay qolishingiz mumkin. Albatta, animeni to'liq va sifatli holda o'zbek tilida tomosha qilish uchun mediatv.uz saytiga yoki Play Marketdagi animeblad.uz ilovasi orqali tomosha qiling. Shuningdek, Animuzning Telegram kanaliga ham tashrif buyuring, chunki u yerda ham barcha anime qismlar to'liq holda joylab borilyapti. Demak, ekran qarshisiga yaqinroq o'rnashib oling. Biz boshladik. Zik o'zini o'zi portlatib yuborgandan so'ng Levi og'ir jarohatlandi. Zikning o'zi esa Titan ichidan soppa-sog' chiqib keldi. U aniq o'lgan edi. U boshqa dunyoga tushib qolganida uni bir qizaloq loydan yana qayta yasadi va u yana xuddi qayta tug'ilgandek bo'ldi. Zikning o'ziga u yerda 1 yil vaqtini o'tkazgandek edi, lekin bu yerda hech qancha vaqt o'tgani yo'q. U qanday joyga tushib qolganini sal keyinroq bilib olamiz. Eren esa Rainer va Titan Jang bilan bir o'zi jang qilardi. Ammo shunda ham ikkalasining ham kuchi Erenga yetmasdi. Shu vaqt to'satdan Erenga zambarak o'q uchib keldi va uni miyasini teshib o'tib ketdi. Bu o'qni Erenga Titan eltuvchi ustida o'tirgan kapitan otgan edi va u bu o'qni bir marta otmadi. Eren shunda ham yengilmasdi. Paytdan foydalangan Rainer esa Erenni yuragiga o'zining zirhini sanchib qo'ydi. Natijada Eren halok bo'lishiga oz qoldi. Nega Rainer va Marlilar davlati tezroq Erenni qo'lga olishni xohlardi? Chunki agar hozir Zik kelib, ular bir-biriga qo'llarini tekkizadigan bo'lsa, Titan prarodichlarning kuchi to'liq holda ishga tushadi va misli ko'rilmagan falokatlar bo'lishi mumkin. Unga yordamga Zik yetib keldi va u harbiylarning barcha dirijabillarini yo'q qilib tashladi. Bu vaqt asrdagi harbiy politsiya, komendant Pixis garnizon qo'shinlarini yigitlar Mikasa, Rainer va Janlar qutqarishdi va ular ham endi jangga qo'shila boshlashdi. Ularning maqsadi Erenga yordam berish edi. Chunki ular Eren yomon bo'lganiga, o'zgarib ketganiga ishona olishmasdi. Titan eltuvchi va kapitan esa ularni qo'lga olishga kelgan razvedkorpus askarlariga hiyla ishlatib, hayvon Titanni yerga qulatishga muvaffaq bo'lishdi. Zik juda ham og'ir yaralandi va hatto o'lishiga ham oz qoldi. Eren esa bor kuchi bilan Zikka borib, unga qo'l tekkazishga intilar edi. Askarlar ham Erenni tezroq to'xtatishlari va Zikni o'ldirishlari kerak edi. Agar Zikning ozgina ham kuchi qolgan bo'lsa, u qichqiradigan bo'lsa, butun Segansini Titanga aylanib ketadi. Erenni to'xtatmoqchi bo'lgan Galiardni Eren ezib tashladi va Rainer endi Erenni o'zi ushlab turishga harakat qilardi. Zik esa o'lmagan edi. U o'rnidan turib, endi qichqiraman deb turgan vaqtda Colt o'zining ukasi Falconi olib keldi. Chunki Falconing ham tanasiga Zikning miya suyuqligi tarqab bo'lgan edi. Zik rahm qilmadi va qichqirdi. Natijada komendant Pixis, garnizon, harbiy politsiya butun Segansini Titanlarga bosib ketdi va
Titanlar Marlislarni ham, razvedkorpusni ham o'ldira boshladi. Falko ham Titanga aylandi. Titanga aylangan Falko esa o'zini bilmasdan Raynerni yeyishga harakat qilardi. Kutilmaganda Galiard Titan tanasidan chiqib shunday yurib kela boshladi. Falko Galiardni yutib yubordi. Galiard Falko yashab qolishi uchun o'z hayotini qurbon qildi. Eren esa Raynerga hiyla ishlatib, o'z tanasini zirhga aylantirib, Zik tomonga qarab yugura boshladi. Eren bu ishni bizni qutqarish uchun qilyapti deb o'ylab Raynerni to'xtatishdi. Ammo baribir Gabi Titanga qarshi miltiq bilan Erenni boshiga qaratib o'q uzdi. Natijada Erenning boshi uzilib ketdi. Erenning uzilib ketgan boshi to'g'ri Zikning qo'liga tushdi. Natijada Titan prarodichili kuchi ishlab ketdi. Eren va Zik qayta dunyoga kelgan joyga, ya'ni koordinata olamiga kelishdi. Bu yerda barcha titanlarning yo'li ko'rinadi. Shuningdek, vaqt ham bu yerda chegarasiz edi. Zik esa kishanlangan holatda edi. Koordinata tarafdan bir qizaloq kelardi. Va bu qirolicha Emir ekan. Ya'ni prarodichilitsani o'zi. Zik xursand bo'ldi va nihoyat biz o'ylagan rejamiz, orzuyimizni amalga oshiramiz. Eldislar uchun yengil o'lim beramiz deb turgan vaqtda uning hamma o'ylaganlari chippakka chiqdi. Chunki Eren akasini aldagan ekan. Uning maqsadi o'zi asli bunday ish qilish emas. Ya'ni buni bu yog'iga boshqa eldislar tug'ilmaydigan qilib, ularga oson o'lim berish emas. Titan prarodichilarning kuchini olib, atrofdagi davlatlarni, odamlarni yo'q qilish edi. Lekin Zik bir narsani aytmagan edi. Zik bu yerda yashab yurgan vaqtda prarodichilitsa Emir Zikni o'ziga xoja deb qabul qilgan edi va u o'z kuchini Erenga bermadi. Zikning ham maqsadi Erendan foydalanib shu yerga kelib olish edi va u o'z maqsadini amalga oshirishga qaror qildi. Zik va Erenning hayotiga yo'l olishdi. Grisha Yeger qanday qilib Erenni miyasini zaharlaganini ko'rish uchun. Lekin Grisha Yeger Erenni hech qanday Eldiya davlatini tiklash to'g'risidagi tushuncha bilan tarbiyalamagan ekan. U Erenni juda ham yaxshi ko'rgan va barcha bolalar singari unga g'amxo'r otalik qilgan ekan. Bularning barchasi Erenning o'zida. Grisha Yeger hatto raislarning yerto'lasini ham topgan. Ammo farzandi yana xuddi Zik kabi qiyinchilik ko'rmasligi uchun ishga kirishmagan edi va lekin uning xayolida doim Zik turardi. Zik buni ko'rib juda ham g'alati bo'lib ketdi. Eren Yeger o'zi tashqariga chiqib, razvedkorpusga kirib dunyoni ko'rish niyatida edi. Ana shundan so'ng Grisha Yeger raislarning yerto'lasiga boradi. Men ham sizlarning naslingizdanman. Iltimos, Titan kuchini ishga solib, titanlarni o'ldiringlar deb ulardan iltimos qildi. Lekin Freya qirolning irodasiga binoan Grisha Yegerning taklifini rad etdi va bularning barchasi bizni qadimda qilgan gunohlarimiz uchun tovon dedi. Bundan hech qanaqasiga qochib qutulishning imkoni yo'q va meni o'zingning gaplaring bilan ko'ndira olmaysan dedi. Grisha Yeger shu yerda bir juda ham ulkan sirni ochdi. Ya'ni har bir titanning o'z ustun tarafi bor. Hujumchi titanning esa ustun tarafi. U kelajakni ko'ra olardi. Bu narsa hatto Titan prarodichiligiga ham noma'lum edi va Grisha Yeger u nima qilishini oldindan bilgan va ana endi Titanga aylanib, butun raislar avlodini yo'q qilib, prarodichil kuchini o'ziga olishni maqsad qildi va endi Titanga aylanib turaman degan vaqtda u bunday qila olmadi. Chunki bechora bolalar, yosh go'daklarga rahm qildi. Eren otasiga ularni barchasini yo'q qilib tashlashni buyurdi. Otasi noiloj ularni barchasini halok qildi. O'zi aslida ularning boshida hammasida Eren turgan ekan. Grisha Yeger Zikdan bolaligida unga yaxshi e'tibor qilmagani uchun undan kechirim so'radi va albatta Erenni to'xtatishini, chunki u o'ylagan reja juda ham vayronkor ekanini aytdi.
Zik Grisha Yegerning gaplarini to'g'ri angladi va darhol Emirga tezroq ildizlarni organizmlarini o'zgartirishni buyurdi. Emir esa buyruqni bajarish uchun ketayotgan vaqtda Eren uni to'xtatishga harakat qildi va hatto qo'lidagi kishanlarni ham uzib tashlab, to'g'ri uni yoniga bordi va unga qo'l tekkazganida Emirning xotiralarini ko'rdi. U o'zi aslida bundan 8000 yil oldin oddiygina bir qishloqda yashagan va juda oqko'ngil, hammani o'ylab yuradigan qizcha edi. Ammo bir kuni ildizlar ularning qishlog'iga bostirib keldi va uni vayron qildi va qizaloqning tilini kesib tashlashdi. Bir kuni qo'radagi cho'chqalarni kimdir qo'yib yuboradi va qirol aybdorning kimligini bilish uchun aholidan so'raydi. Ular o'z jonlarini o'ylab, cho'chqalarni mana shu qizaloq qo'yib yubordi deb Emirni ko'rsatishadi. Zuvoni yo'q Emir esa hech narsa deya olmaydi va nohaq o'limga hukm qilinadi. U askarlardan qochib zo'rg'a bir juda ham ulkan daraxtning oldiga borib qoladi. U daraxt tubidagi suvga tushib ketadi va suv ostidan esa bir g'alati narsa kelib Emirga yaqinlashadi va Emir xuddi o'sha daraxt kattaligidagi ulkan titanga aylanadi. Keyin esa uni o'ldirmoqchi bo'lgan qirol unga uylanadi va titan yordamida atrofdagi barcha marlislarni qirib tashlaydi. Ildizlar davlati esa gullab yashnaydi. Ammo u o'zi bilmagan holda juda ham katta xatolarga yo'l qo'yayotgan edi. Bir kuni bir sotqin qirol Eldizni o'ldirmoqchi bo'lib unga nayza otganda Emir unga o'zini qalqon qilib tutib qoladi va u halok bo'ladi. Undan qolgan 9 ta farzandi esa uning kuchini o'zlariga meros qilib qoldirishadi va ular o'sha 9 ta ulkan titanga aylanishadi. Erenning Emirga aytgan gaplari esa taskin topa olmayotgan qalbga taskin beradi va natijada Emir o'z kuchini Erenga o'tkazib yuboradi. Zik o'ylagan ish amalga oshmaydi. Eren kutilmaganda yana qayta o'ziga keldi va devor ichidagi barcha ulkan titanlarni uyg'otib yubordi. Minglab ulkan titanlar yo'lga tushdi. Eren o'zi esa ulkandan ham ulkan mahluqqa aylandi. Endi uning maqsadi paradisga dushman bo'lgan barcha davlatlarni yer bilan bir qilib tashlash edi. Eren Yeger dengizning narigi tarafiga qarab yo'l olgan vaqtda butun Sigan sinadi. Garnizon va razvedka korpusining askarlaridan tashkil topgan titanlar galasi bosib ketgan. Yigitlar esa og'ir bo'lsa-da o'zlarini boshidan qo'llab kelgan o'z kapitanlarini ham o'ldirishlariga to'g'ri keldi. Eren Yeger titanlarni uyg'otish bilan bir qatorda xuddi ulardek uyquda yotgan elni Leonhardni ham uyg'otib yuborgandi. Eren Yeger ana endi o'z maqsadi yo'lida hech kimni ham ayamaydigan bir maxluqqa aylanib, hattoki o'z aholisini ham titanlarining oyoqlari ostida qoldirib ketdi. Endi Leonhard qanday ahvoldaligini tekshirish uchun kelgan Hich uni ozodlikka chiqqanini sezib qoladi va ular o'rtasida jang boshlanib ketadi. Lekin hozirgi holatda, ya'ni butun paradisni ulkan titanlar bostirib odamlarni yer bilan bitta qilib yuborayotgan vaqtda ikkita yaxshi jangchi bir-birini nobud qilishi bu aqlsizlik. Shuning uchun ular birgalikda yo'lga tushishdi. Hanji va qattiq jarohatlangan Baby Ackermanlar bir amallab tirik qolishdi. Buni deb bechora Hanji o'z safdoshlarini ham o'ldirishiga to'g'ri keldi. Ular yo'lda Pik va uning kapitanini uchratib qolishdi. Ular bir-biri bilan kelishib olishdi. Ya'ni hozirgi holatda Levi ham, Marlislar kapitani ham Zikni o'ldirish niyatida. Shaharga ovqatlanish uchun kelgan Colin, Arminlar esa kutilmaganda zirhdan qutulib chiqqan Ennini ko'rib qolishdi. Ularning safiga endi Enni Leonhard ham qo'shildi. Ular tunda o'rmon ichida Hanjining sho'rvasini ichib o'tirish bilan keyingi rejani tuzishdi. Shuningdek,
Yelena kutilmaganda Janning do'sti Marko qanday qilib o'lganini so'rab qoldi. Bu qanday o'lganini siz bilasiz. Ya'ni Rayner, Bertolt va Endilar uni o'ldirishgan. Albatta bu gaplarni eshitgandan so'ng Jan o'zini tutib tura olmadi va Raynerni urib tashladi. Lekin kutilmaganda Gabi kelib, Janni to'xtatib, undan ular qilgan ish uchun, ular tushunmasdan qilishgan ishlari uchun Jandan kechirim so'radi. Ertasi kuni ular portga qarab yo'l olishdi. Chunki Erenga yetib olishning yagona yo'li bu Hizuru davlati qurgan yangi samolyot yordamida uchib borish edi. Ammo Hizuru davlati rahbari va portni yegerchilar allaqachon qo'riqlab turishgandi. Hozirgi holatda yegerchilar bilan ochiqchasiga jang qilish mumkin emas, chunki agar ular bilan jang boshlanib ketadigan bo'lsa, Hizuru davlatining muhandislari nobud bo'lishi mumkin. Bu esa samolyotni umuman boshqarishning iloji yo'q degan. Shu vaqt Armin va Colin to'satdan kelib, yegerchilarning boshlig'i Lokka Titan eltuvchi va Marlislar kapitani dengizga qochib ketishganini, ularni to'xtatish uchun darhol samolyotni ishlatmasa bo'lmasligini aytdi. Ammo Colin va Armin u yerga borishganida ularning safdoshlari allaqachon samolyotga bombalarni o'rnatib qo'yishgan. Chunki ularni ogohlantirib qo'yishgan edi. Armin va Colinlar Marlislar bilan birlashib kelib, samolyotni o'g'irlagani kelishlari mumkin deb. Va shu vaqt kutilmaganda Hizuru davlati rahbari va Mikasalar ishga kirishib qolishdi. Mikasa ularni qutqarib olib chiqib ketdi. Ushbu holatdan so'ng samolyotni qo'riqlab turgan yigitlar esa uni portlatishga harakat qila boshlashdi va hatto Arminni otib ham tashlashdi. Colin esa noilojlikdan o'z safdoshlari bilan xayrlashishiga to'g'ri keldi. Ularni qochayotganini sezishgandan so'ng yegerchilar ham ishga kirishib ketishdi va yordamga shunda ayol titan va zirhlangan titanlar kelishdi. Jang o'ta shiddatli tus oldi. Hech kim mag'lub bo'lishni xohlamas edi. Hatto zirhlangan va ayol titanlar bir joyda bo'lishsa ham yegerchilarning qurollari ko'pligi sababli ular ham o'lib ketishlariga oz qoldi. Yigitlar ham ilojsizlikdan o'z do'stlariga qarshi qurol ko'tarishlariga to'g'ri keldi. Ammo endi ortga yo'l yo'q. Shu vaqt yordamga bolakay Falko yetib keldi. Agar u bola kelmaganida hamma halok bo'lishi mumkin edi. Shunday qilib ular bir amallab yegerchilar ustidan g'alaba qozonishdi. Yigitlar Hizuruni ham, kemani ham saqlab qolishdi. Ammo bu yerda Marlislarning kemasi bor edi. Bu kema samolyotni tortib ketayotgan kemadan tezroq suzardi. Uni bu yerda qoldirib ketish mumkin emas edi. Shuning uchun ustoz Zigsadis va komandir Magatlar o'z jonlarini qurbon qilish bilan yigitlarning hayotini saqlab qolishdi. Yigitlar esa ming og'ir bo'lmasin, endi Erenni to'xtatish uchun yo'lga tushdi. Qisqasini olib aytganda, butun dunyoning qo'shinlari turardi. Ammo ularning eng zo'r qurollari ham titanlar oldida hech narsa bo'lmadi. Titanlar ularni yer bilan yakson qilib o'tib ketishdi. Eren o'zi esa juda ham ulkan mahluqqa aylanib, avval titanlarni bitta qo'ymasdan qiraman degan odam endi yer yuzidagi hammani, yer yuzidagi barcha odamlarni bitta qo'ymasdan qirib tashlayman degan mahluqqa aylanib qoldi. Do'stlar, shuning bilan Titanlar hujumi animesining final mavsumi o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarda ham juda ko'p savollar paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Menda ham xuddi shunday savollar paydo bo'ldi. Lekin bu savollarga javobni shu yilning dekabr oylariga bilib olsak kerak. Demak, videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Agar video sizlarga yoqsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Demak, shuning bilan Titanlar hujumi animesi o'z nihoyasiga yetdi. Aytgancha,
Do'stlar, shu narsani yodimizdan chiqarmaylik. Bu dunyoda hech narsa mehribon Allohning izmisiz bo'lmaydi. Anime bu shunchaki to'qima xolos. Animeni hayotingiz bilan bog'lamang. Kelgusi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.